9 Fevral 2026 yılkuni saat 20'da mening yurtim telekanalida Makkora serialining 11 kismi namoyish etiladi. Ushbu loyiha qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e'tiborini tortib, muhabbat, siyonat va inson taqdirlarining murakkabligi haqida chuqur hikoya qilayotgan serial sifatida ajralib chiqdi. Makkora. Bu his-tuyg'ular insonni qanday o'zgartirishi, yurakdagi muzlarni eritishi va eng sovuq qalblarga ham nur olib kirishi mumkinligi haqida hikoya. Serialda sevgi mukammal qilib ko'rsatilmaydi, aksincha, u sinovlardan o'tadigan, ba'zan og'riqli, ammo samimiy tuyg'u sifatida talqin etiladi. Qahramonlar kilgan, satolari orqali yanada jonli va ishonarli bo'lib boradi. 11 qismda voqealar yanada keskinlashadi. Qahramonlar murakkab tanlovlar oldida qoladi, bu qarorlar esa ularning kelajagiga bevosita ta'sir qiladi. Xiyonat va kechirim, nafrat va muhabbat o'rtasidagi nozik chegara yanada yaqqol ochib beriladi. Serial muhabbat qanday qilib jirkanchlikni ham ezgulikka aylantira olishini chuqur ma'noda ko'rsatadi. Aktyorlar ijrosi voqealarga alohida kuch bag'ishlaydi. Har bir sahna hissiyotlarga boy, sukunatlar esa so'zlardan ham ko'proq ma'no beradi. Makkora, o'zining samimiyligi va ruhiy chuqurligi bilan tomoshabinni yana bir bor o'ylashga undaydi va haqiqiy muhabbatning qudratini eslatadi.